Demak, bugun sizlar bilan nimalar haqida gaplashamiz? Hop, birinchi o'rinda vaqt boshqaruvining foydalari, hop, undan so'ng noto'g'ri vaqt boshqaruvining sabablari va Eisenhower matritsasi haqida gaplashamiz. Bu har bir ishni ustuvorlashtirish, ya'ni birinchi o'ringa olib chiqishda yordam beradi. Undan keyin vaqtni to'g'ri rejalashtirish, undan so'ng kechiktirishni oldini olish va chalg'ituvchi omillarni yo'q qilish va nihoyasida Pomodoro texnik bor, pomidor usuli. Buni deyarli hamma biladi. Bu haqida qisqacha gaplashamiz. Hop. O'zi vaqt boshqaruvi nima? Vaqt boshqaruvi aslida siz o'ylagandaqa kun tartibi qilish yoki qaysidir rejalarni yozishni faqatgina o'z ichiga olmaydi. Vaqt boshqaruvi degani insonning hayotini boshqaruvi hisoblanadi. Ya'ni vaqtni hech kim boshqara olmaydi, to'g'rimi? Faqatgina Alloh taoloning qo'lidagi narsa bu. Shuning uchun inson vaqt boshqarishga harakat qilmaslik kerak, o'zini hayotini boshqaruviga harakat qilish kerak. Hop. Vaqt boshqaruvining asosiy foydalari haqida gaplashamiz. Demak, vaqt boshqaruvining asosiy foydalaridan biri bu samaradorlikni oshiradi. Qanaqasiga samaradorlikni oshiradi? Hozirgi kunda ko'p o'quvchilarda, insonlarda kuzatyapman, kuni bilan band bo'ladi, ertalabdan kechgacha nimadir ish qilayotganga o'xshab tuyuladi o'zi uchun, lekin nihoyasida kunning oxirida bir sarhisob qilganda arzimagan ikkita yoki bitta ishni bajargan bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, har bir inson kuni bilan band bo'lishi mumkin, lekin samarador bo'lmasligi mumkin. Bugun shu haqida gaplashamiz. Vaqtni boshqarsangiz, ya'ni to'g'ri rejalashtirilgan kun, to'g'ri rejalashtirilgan hafta, to'g'ri rejalashtirilgan yil sizga chalg'ituvchi omillardan voz kechishga, ya'ni turli xil ijtimoiy tarmoqlar, turli xil kerak emas bo'lgan uchrashuvlar va turli xil kutilmagan hodisalarni chetlatishga yordam beradi va energiyangizni boshqarishga ham yordam beradi. Vaqtni to'g'ri boshqarsangiz, energiyangizni ikkinchi darajali ishlarga sarflashdan saqlanadigan va sarflashdan oldin o'ylaydigan bo'lasiz. Hop. Keyingisi stress kamaytiradi. Stress kamaytiradi. Hop. Orangizda kim kun tartibi qiladi? 5-6 kishi, 7, ko'pchilik qilar ekan. Kunlik qilgan rejangizni bajara olmay qolgan vaqtingizda stress bo'lganmisiz? Ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Buni asosiy sababi nima? Asosiy sababi siz kun tartibini noto'g'ri qo'ygansiz. Kunlik tartibni noto'g'ri qo'yish insonni stressga olib boradi. Nimaga? Kunning oxirida nihoyasida siz sarhisob qilasiz. Qilgan sarhisobingizda 10 ta qo'ygan vazifangizdan 5 tasi bajarilgan, 5 tasi bajarilmagan bo'ladi. O'z-o'zidan stress bo'ladi. Yoki siz rejalashtirilgan kuningizni haddan tashqari rejalashtirib olasiz. Har bir soniyasigacha rejalashtirib qo'yganingiz sababli dunyo, hayot o'zgaruvchi, kutilmagan qandaydir voqea sodir bo'ladi va nima bo'ladi? Qo'ygan rejangizga xalaqit beradi, natijada sizda kam vaqt qoladi va stress kelib chiqadi yana. Demak, kunlik rejani to'g'ri qo'yish stressni kamaytiradi. Bu o'z o'rnida sog'lig'ingizni yaxshi ushlab turishga yordam beradi. Va undan keyingisi ish va hayotni muvozanatga olib keladi. Ya'ni balans deydi, balansga olib keladi. Hozirgi kunda ko'pchilik hayotida kuzatishimiz mumkin, workaholic bo'lib ketgan, ya'ni haddan tashqari ish haqida o'ylaydigan bo'lib ketgan. Ertalab tursa ham ish, obedda ham ish, kechqurun ham ish, uyga borsa ham ish, natijada ishdan boshqa hayoti qolib ketyapti. Oilasi, do'stlari, shaxsiy rivojlanishi yoki umuman boshqa narsalar qolib ketyapti. Bu nimadan? Bu rejalashtirishi to'g'ri bo'lmaganidan. Hayot muvozanatini yo'qotib qo'yasiz. Hayot muvozanatini saqlash haqida bir qisqacha narsa aytib bermoqchiman. Xo'p. Franz Kafka degan yozuvchi bo'lgan, kimlardir tanisa, o'sha insonni jarayon degan, evrilish degan hikoyasi bor. Unda bitta Gregor Zamza degan inson bo'ladi va ertalab turganda u inson tarakanga aylanib qoladi. Katta tarakanga. Tasavvur qiling, kimdir oilangizdan uyga kirib ketdi, xonasiga ertalab tursangiz, u tarakan ekan. Hech qanaqa ishga yaramay qoladi. Va
oila a'zolari u haqida qayg'urishi, unga mehribonlik qilishi sekin-sekin unutib boradi. Va nihoyasida Gregor Zamza o'ladi. Bu qisqacha mazmuni. Bu yerda Kafka bu timsol misolida, ya'ni tarakan misolida hozirgi hayotimizdagi kuni bilan ishlab, oilasiga faqat moliyaviy yordam berib, moliyaviy tarafdan qo'llab-quvvatlab, bir kun tasodifiy holat tufayli kasal bo'lib qolgan, ishga yaramay yotib qolgan, infarkt bo'lib, yoki insult bo'lib, yoki avariya bo'lib ketib, bir ishga yaramay uyda yotib qolgan insonlarni ta'riflagan. Bularda nima bo'lgan? Ishga e'tibor bo'lgan, har kuni, har soatda dam olishsiz ishini o'ylagan, oilamga pul bersam bo'ldi deb hisoblagan va natijasida bir kun kasal bo'lib turib, uni hech kim qaramay qo'yadi. Hikoyada ham xuddi shu narsa ta'riflangan va nihoyasida Zamza o'ladi. O'lishiga sabab uni eng yaxshi ko'rgan insoni, ya'ni singlisi u haqida qayg'urmay qo'yadi. Oxirida aytadi-da, bu Zamzani boshqa joyga tashlab ketsak bo'lar ekan deydi. O'sha joydayoq Zamza o'ladi. Ya'ni insonni bu hayotda ushlab turadigan narsa pul emas. Bu hayotda ushlab turadigan narsa mehr hisoblanadi. Demak, siz faqatgina ishni o'ylasangiz, faqatgina o'qishni o'ylasangiz yoki faqatgina haligi karyerangizni o'ylaydigan bo'lsangiz, siz hayot balansingizni yo'qotasiz va bir kun kelib Zamzaga aylanib qolishingiz mumkin. Shuning uchun to'g'ri rejalashtirish muvozanatda ushlab turadi. Bu o'ta muhim. Va to'rtinchi foydasi to'g'ri qaror chiqarishga yordam beradi. Inson qachon to'g'ri qaror qabul qiladi? Inson qachonki holi bo'lganda, hamma narsa haqida o'ylashga vaqti bo'lganda, qayg'uradigan narsalari bo'lmasa, to'g'ri qaror qabul qiladi. Vaqtni to'g'ri rejalashtirish stress kamaytiryapti. Demak, siz stressda bo'lmaysiz, erkinroq his qilasiz va to'g'ri qaror qabul qilishga bu o'z o'rnida yordam beradi. Xo'p. Endi biz noto'g'ri vaqt boshqaruvini sabablari. Bu asosiy sabablar, bundan tashqari juda ko'plab sabablari bor. Birinchisi ustuvorlashtirishning kamligi. Ya'ni inson qaysi bir ishni birinchi kunlik asosiy ish sifatida tanlay olmasligi, o'ng kelgan ishni qilib ketishi, vaqt boshqaruvini noto'g'ri tashkil qilishi asosiy sababi hisoblanadi. Ikkinchisi rejalashtirmaslik. To'g'rirog'i mana rejalashtirgan ko'pchilik kun tartibi qilgan, to'g'rimi? Lekin stress kelib chiqqanligi, qaysidir ishlarga ulgurmay qolganingiz yoki faqatgina o'qishni o'ylab qo'yib, oilani tashlab o'rganingiz, ota-onangizni yoki do'stlaringizni davrasida bo'lmay qo'yganingiz bu ko'proq to'g'ri reja qilmaganligingizdan kelib chiqadi. Uchinchisi kechiktirish. Hozir qilmayman, ertaga qilaman. Ertaga qilaman. Ertaga qilaman. Kechga qilaman. Bu kechiktirish va buning natijasida siz o'sha ishni bajara olmayapsiz. Vaqtni to'g'ri boshqarmayapsiz, samarali bo'lmayapsiz. To'rtinchisi chalg'ish. Bu haqida asli juda ko'p gapirish kerak, chalg'ish haqida. Chunki hozirgi kunda butun dunyo chalg'ishda-da. To'g'rimi? Eng chalg'ituvchi zamonlardan birida yashayapmiz. Televizor eng soddasi bu hozirgi kunda. Asosiysi ijtimoiy tarmoqlar. Hattoki do'stlaringiz ham chalg'itadi. Avvallari ijtimoiy tarmoq bo'lmagan, televizor bilan do'stlar chalg'itgan xolos. To'g'rimi? Hozirgi kunda juda bir do'stimiz bor, yaqin, telefon degan. Hamma joyda biz uchun hozir kechqurun ham boshi yonida yotadi, ertalab ham turganimizda uyg'otadigan ham telefon, obedda ovqatlanayotganda ham telefon, manaqasida, va natijada bu bizni chalg'ishimizga olib kelyapti. Bular haqida hozir keyingi slaydlarda gaplashamiz. Xo'p, ustuvorlashtirish haqida gaplashamiz. Birinchi nimaga? Sababi birinchi noto'g'ri vaqt boshqaruvining sababi ustuvorlashtirishi kamligi edi. Xo'p, ustuvorlashtirishda har doim Eisenhower matrisasidan foydalanish kerak. Shunaqa bir nomli matritsa bor. Bu qanday bo'ladi? Chizib ko'rsataman. Bu yerda ChatGPT orqali qilingan rasmi ham bor. Hop. Chizasiz, chiziladi. Hop, faqat bu taraf ko'payib ketib qoldi. Siz yozishingiz kerak. Hop, shoshilinch,
shoshilinch emas. Muhim emas. Muhim emas. Va bu faqat hozir. Muhim emas. Xuddi shu holatda hosil bo'lish kerak va ishlarni siz bu to'rtburchak ichiga yoki bunga, yo bunga taqsimlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bu yerda o'zi mana alohida ajratib qo'yilgan, ya'ni shoshilinch muhim. Shoshilinch emas, muhim. Shoshilinch muhim emas. Shoshilinch emas, muhim ham emas. Demak, ishlarni 4 ta kategoriyaga bo'lib olamiz. Siz qiladigan ishlaringizni doim 4 ta kategoriyaga bo'lib oling. Misol uchun, siz ijtimoiy tarmoq yuritmoqchisiz kelajakda, yoki yaqinda. O'ylab ko'ring, bu shoshilinchmi, muhimmi, muhim emasmi, shoshilinch emasmi? Qaysi biri? O'ylab ko'rish kerak. Bu shoshilinch emas. Chunki hali siz o'zingizni bilimingizni oshirishingiz kerak ijtimoiy tarmoq yuritish uchun. Va ijtimoiy tarmoq yuritmoqchisiz, blog, hozirgi kunda juda mashhur, hammada blog bo'lsa kerak, menimcha. Hech bo'lmasa 50 ta insoni bor, blogi bor hamon. To'g'rimi? 20 ta yo bitta bo'lsa ham odami bo'lsa bo'ldi, blog bor. Demak, blog yuritish deb yozdingiz. O'ylab ko'ring, u shoshilinchmi siz uchun hozir? Muhimmi? Muhim emasmi? Siz uchun hozir u muhim emas. To'g'rimi? Xo'p, shoshilinчлigi qanaqa? Shoshilinch emas. Demak, muhim ham emas ekan, shoshilinch ham emas ekan. Buni nima qilish kerak ekan? Hozir qilish shart emas ekan. Hozirgi hayotingiz uchun bu umuman sizga kerak emas ekan. Xo'p. Endi ingliz tili o'rganish qo'ying. 11-sinfsiz. Hali boshlamadingiz yoki yaqinda boshlagansiz, IELTS olish deylik. Qarang, bu siz uchun nima? Shoshilinch. Va siz uchun yana nima? Muhim. Demak, eng birinchi bu ishni bajarish kerak. Shoshilinch va muhim. Lekin bu shoshilinch va muhim bo'lgan narsalar insonda stress keltirib chiqaradi. Chunki oz vaqt qolyapti, ham muhim. Uni bajarmasangiz bo'lmaydi. Inson samarador bo'lishi uchun har doim shoshilinch bo'lmagan, lekin muhim bo'lgan ishlarga vaqt ajratish kerak. Buni albatta bajarish kerak. Faqat buni bitta kamaytirib borish kerak. 1 yillik rejani qilayotganda har bir vazifani yozib chiqing, yozib chiqib oldiga shoshilinch muhim yozib chiqing. Va yozganingizdan so'ng ko'ring. Birinchi shoshilinch muhim lani haftasiga hech bo'lmasa bitta danini kamaytirib borish kerak. Lekin insonning asosiy diqqat e'tibori, fokusi shoshilinch emas, lekin muhim bo'lgan narsalarga qaratilish kerak. Nimagaligini hozir bundan keyin tushuntiraman. Demak, keyingisi shoshilinch va muhim emas bo'lgan ishlar ekan. Bularni odatda boshqa insonlarga topshirish kerak. O'zingiz qilmasdan. Chunki bu siz uchun muhim emas, lekin shoshilinch. Misol uchun blog yuritish deylik, blog yuritish ishingiz uchun kerak. Juda muhim. Siz qanaqadir biznes egasisiz va o'ta muhim blog yuritish, lekin vaqtingiz yo'q unga. Siz uchun haligi nima deydi? Sizni shaxsiy rivojlanishingiz uchun muhim emas, faqat nima deydi, kompaniyangiz uchun muhim. Va u shoshilinch tezroq boshlash kerak. Buni boshqa insonlarga berish kerak. Xo'p, undan keyin esa shoshilinch emas, muhim emas. Bu vazifalarni umuman bajarmaslik kerak. Nimaga? Endi shu Eisenhower matritsasida yashovchilar haqida gaplashamiz. Demak, shoshilinch muhim kategoriyada kimlar yashaydi? Kechiktiruvchilar. Ya'ni har bitta ishni keyinga suraveradi. Ertaga qilaman va nihoyasida ertaga deadline bo'lib qoladi. Universitetdagilar ko'p his qiladi buni, to'g'rimi?
ertaga sessiyani nihoyasi oxiri ustozi 4 oy oldin mustaqil ish berib qo'ygan bo'ladi. Ertaga qilaman, indinga qilaman, ertaga qilaman deydi-da, nihoyasida bir hafta, 3 kun, 2 kun, 1 kun qolganda o'qituvchisi ko'ziga ko'rinib qolib bajaradi. Bu muhim, muhim va shoshilinch. Natijada nima kelib chiqadi? Stress kelib chiqyapti. Yoki o'quvchilarda ko'p bo'ladi. Asosan mana men intensiv yoki IELTS bosqichlarida bajarayotgan vazifasini oy oxirida tekshiraman-da. Oy oxirida tekshirganim sababli orada tekshiraman albatta. Bir hafta, 2 haftada bir tekshirib qo'yaman-da. Undan keyin oy oxirida tekshiraman. Natijada o'quvchilar ko'p vazifani bajarmagan bo'ladi-da, oxirgi bir kunda qiladi. Va o'zlarida bu narsani ko'proq his qilgan bo'lsa kerak. Ham stress, ham shoshilinch, qilayotgan ishida samara bo'lmaydi. 10 ta narsa yozish kerak, endi 8 tasini yozib bo'ldi yoki 7 tasini yozib bo'ldi. Oldinda 15 minut vaqt qolyapti. Ham stress bo'lyapti, ham vazifaga ulgurmayapti. Demak, bunda asosan kechiktiruvchi insonlar yashar ekan. Bu vaqtda belgilab qo'yilgan proyekt va imtihonlar hozir gaplashdik va bunda ko'proq kutilmagan hodisalar ham bo'ladi. Ular kutilmagan hodisalarga labbay deb javob berganligi uchun va ha deganligi uchun ko'proq ularda shoshilinch muhim ishlar kelib chiqadi. Xo'p. Shoshilinch emas, muhim. Bu kategoriyada asosan o'zini shaxsan rivojlantirish xohlovchilar va maqsadli insonlar yashaydi. Chunki ular maqsadi uzog'i maqsad qo'ygan, oliy maqsadni aniqlashda tushuntirilgan edi, to'g'rimi? Oliy maqsad qo'yiladi, undan keyin uzoq maqsadli, o'rta muddatli va qisqa muddatli maqsadlarni qo'yiladi. Va natijada sizda maqsad paydo bo'ladi, shaxsiy rivojlanishga vaqtingiz bo'ladi. Undan keyin bu insonlar yaratuvchan bo'ladi. Yaratuvchan bo'ladi. Agar siz bu nimada kategoriyada yashasangiz yaratuvchan bo'lasiz. Nimaga? Sizda vaqt xotirjam bo'ladi-da. Hamma yo'q reja qilib qo'ygansiz. Bugun mana ish qilaman, ertaga bu ish qilaman, indinga bu ish qilaman, 1 yildan keyin mana ish qilaman. Sizda xotirjam vaqtingiz bor va siz miyangiz bo'm-bo'sh. Shoshilinch narsalar haqida o'ylashingiz shart emas. O'ylagan taqdiringizda ham sizda bir haftada bir marta shoshilinch narsa bo'lishi mumkin. Qolgan 6 kuningiz bo'sh bo'ladi. Va natijada siz miyangiz bo'sh va yaratuvchanlikni his qilishni boshlaysiz. Miya band bo'lsa hech qachon yaratuvchanlik bo'lmaydi. Undan keyingisi rejalashtirish va muammolardan saqlanish bo'ladi kuchli bo'ladi. Muammolarni oldindan ko'ra biladi. Chunki ularda ko'rinish, uzog'i ko'ra bilish yaxshi rivojlangan bo'ladi. Va ularda albatta dam olish va yangi do'stlar orttirishga ham vaqt bo'ladi. Mana ularda dam olishga umuman vaqt bo'lmaydi. Chunki ular har doim kechiktirib kelgan, kechiktirib, oxirgi 1 kun, 1 hafta, 10 kun qolganda qiladi. IELTS o'qiyotganlar ham bo'lishi mumkin. Misol 10 yil ijtimoiy o'qimaydi-da, 11-yil kelib 4 ta fan o'qiydi yoki 5 ta fan o'qiydi. Va bular o'zini mana shu kategoriyaga qo'shib qo'yadi. Yoki universitetga kirib olgandan keyin 3 yil ijtimoiy o'qimaydi, yuradi u yoqqa, bu yoqqa yuradi, do'stlari bilan aylanib, oxirgi 1 yil qolganda, magistr o'qishim kerak yoki chet elga ketishim kerak degan tushuncha paydo bo'ladi va o'zini yana shu kategoriyaga qo'shib qo'yadi. Oz vaqt qolyapti, ham shoshilinch, ham muhim. Xo'p. Endi shoshilinch va muhim emas kategoriyada asosan xo'p deyuvchilar yashaydi. Ya'ni hammaga bo'ldi, xudo xolasa bajaramiz, qilamiz. Bir inson iltimos qilsa, bo'ldi, hop. Uni o'ylab o'tirmaydi, hop deydi. Bajara oladimi, bajara olmaydimi, hop deydi. Bu kategoriyada hozir aytganimdek xuddi shu insonlar yashaydi. Hamma narsaga hop deydi. Bular muhim bo'lmagan hisobotlar bilan ko'proq shug'ullanadi. Bu muhim bo'lmagan hisobotlar nima? Misol bir kishi keldida men bilan gaplashyapti. Sizlarning qo'shnilarning yangi mashina olibdi deydi. Bu keyin o'sha mashina haqida, u insonning hayoti haqida hisobot beradi. U inson manaqa bir yarim soat, 1 soat umrini o'sha inson haqidagi ma'lumotlarni berishga sarf qilib oladi. Chunki bu chaqiriqqa xo'p deb javob beryapti. Xo'p. Undan keyin keraksiz uchrashuvlar ko'p bo'ladi bu insonda. Hayotimda kuzatganman, ko'plab ba'zi haligi do'stlarim deylik, tanishlarim nima qiladi? Yuraniga bozorga borib kelaylik desa, bo'pti deb ketib boradi. U
umrida qaytib kelmaydigan vaqtini sarflab yorayotganini his qilmaydi. Sizda ham balkim bordir shunaqa do'stlar. Yur bir bozorga tushib kelaylik desa, bo'ldi, nima ham qilaman uyda deydi, bozorga ketadi. 3 soat bozorda yurib, bitta narsa olib qaytib keladi. To'g'rimi? Asosan bolalarda mashina bozoriga ko'p tushadi. Mashina bozoriga tushamiz deydi, ketdi shu bilan kechgacha yuradi. Bular siz so'ragan narsani har doim xo'p deb bajarishga harakat qiladi, sizga yoqishga harakat qiladi ko'proq. Shuning uchun xo'p deydi. Uchinchisi, boshqa odamlarning kichik muammolariga ham xo'p deydi va ularni ham ko'p tahlil qiladi. Misol uchun, xo'p. Yana qo'shnisi nimadir bo'ldi-da avariya bo'lib ketib qopti. O'sha avariya haqida bir hafta har kuni 1 soatdan har xil insonlarga gapirib beradi. Agar uning ichida bo'lib qolgan bo'lsa, endi ko'ring, 1 soat yetmaydi unga, 3 soat gapiradi. U qo'shnisi uni qanday chaqirgani-yu, qayerda to'xtagani, qaysi mashinani urgani, necha soatda gaga yetib kelgani, kimlar bo'lgan, mayda detallargacha, ya'ni detallarigacha aytib beradi bu insonlar. Xuddi shunaqa boshqa insonlarning umuman o'zi uchun foydasi bo'lmagan ma'lumotlarni ko'p beradi. Natijada vaqt ketyapti. To'rtinchisi, ijtimoiy tarmoqlarga post, rasm joylashga juda ishqiboz bo'ladi. Bu shoshilinch, chunki nimadir bilganingizni siz birinchi bildirishingiz kerak-da. Abduqodir Husanovning CT'ga o'tganini siz yozishingiz kerak birinchi. Yoki yana nima? Hayotida qaysidir voqea sodir bo'lgan, uni hammaga bildirish uchun sirazi yozish kerak. Bu shoshilinchlik. Lekin u muhim emas. Siz yozmasangiz ham kimdir yozadi-da. Siz hayotingizdagi voqeani aytib bermasangiz ham kimdir aytib beradi. Chunki siz bilan yashovchilar bor-ku, muhim bo'lmagan hisobotlarni beradiganlar, to'g'rimi? Agar siz shu kategoriyada yashasangiz. Endi bu to'rtinchisi, maqsadsiz dangasalarni kategoriyasi hisoblanadi. Bular nima qiladi? Haddan tashqari ko'p dam oladi. Ijtimoiy tarmoqlarga, kompyuter o'ynaydigan joylarga, misol uchun Counter Strike, Dota degan o'yinlarni, oddiy futbol yoki PlayStation o'ynagani boradiganlar, televizor, serial ko'radiganlar asosan shu kategoriyada yashaydi. Bular haddan tashqari ko'p dam oladi. Va bir haftada 6 kun dam olib, 7-kuni 1 soat dars qilib qo'yadi-da, kelib turib, "Teacher, men yomon ko'p dars qilaman" deydi. Aslida hisoblab ko'rsa, unimda tepadan qarasangiz hayotiga bir haftada 1 marta dars qiladi. Insonning hayotidagi yorqin voqealar esda qoladi-yu. U 1 soat dars qilgani uchun yorqin voqeada o'shanga esida qolib ketgan. Chunki muntazam dars qiladiganlar dars qilyapman, ko'p qilib demaydi hech qachon. Muntazam o'zining ustida ishlaydiganlarga u ham kamlikka o'xshaydi. Ya'ni yanada ko'proq ishlashiga harakat qiladi. Chunki ularning hayoti shu. Hop. Ikkinchisi bular mas'uliyatdan qochadi. Qanaqadir mas'uliyatli ish bersangiz, o'zini haligi qila olmaydigandek ko'rsatadi-da, mas'uliyatdan qochadi. Uchinchisi endi bular g'iybatchi bo'ladi ko'proq va bekorchi bo'ladi. Chunki qiladigan ishi bo'lmadimi, g'iybat boshlanadi-da. Ya'ni uni ko'rdingmi deydi, o'shani o'zi yetadi va u yog'i g'iybat boshlanib ketadi. Hop. Va natijada nima bo'ladi? Natija. Har bir kategoriyada yashovchilarni hayoti shu tarzda ketsa, natijalari nima bo'ladi? Stress, charchoq. To'g'rimi? Ertaga mustaqil ish topshirishingiz kerak. Bugun kechqurun 1 gacha, 2 gacha yozib chiqasiz. Keyin o'qituvchining oldiga uyqusirab naqasdan borasiz. O'qituvchi savol beradi, savolni eslolmaysiz. Chunki charchagan miyangiz. Darsda ham xuddi shunaqa bir oylik vazifani oxirida tekshirsam, 1 kun oldindan boshlab vazifa qilishni boshlaydi. Kechqurun 12 gacha, 1 gacha qiladi, ertasiga olib keladi, uyqusiragan holatda o'tiradi. Charchoq va doim yong'in holatida bo'ladi. Mana shunaqasidan qaysi ish qilsa ekan? Chunki hammasini kechiktirib olib kelib qo'yganda. Kursi vazifasini ham kechiktirib oxiriga olib kelib qo'ygan, mustaqil ishi sessiyanikini ham oxiriga olib kelib qo'ygan, bu yoqda hayotidagi yana qaysidir ish oxiriga olib kelib qo'ygan. 3 kun qoldi bunga 2 kun qoldi, bu bugun. Qaysi birini qilsam ekan? Yong'in har doim.
Tabassum qilyapmiz, demak hammamizni boshimizdan o'tgan bu narsa. Hop. Undan keyin shoshilinch emas, muhim. Bu insonlar endi hayotida balans bo'ladi, tartib bo'ladi, o'zini hayotini nazorat qila oladi va kelajakni yaxshi ko'radi. View ularda kengroq bo'ladi. Shoshilinchlarniki mana 3 ta parta ko'ryapti-da. Bu shoshilinch emas, muhimlar u uzoqni ko'radi. Tashqarilarni ko'radi, kimlar yuribdi, nima qilyapti. Hop. Muhim emas bo'lgan kategoriya xo'p deyuvchilar, bular o'zgaruvchan bo'ladi. Chunki bu yoqda kimdir narsa so'rasa xo'p deydi-da, keyin ertaga bunga xo'p deydi. Buni vazifasini qila olmagan bo'ladi-da, bunga endi o'zgaruvchan qilib muomala qilish kerak-da, o'zini oqlash kerak-ku, nimadir deb. To'g'risi kecha rosa harakat qildim, bo'lmadi-da deb o'zini kasalga soladi yoki u ishi eplolmasligini ko'rsatib berishga qanaqadir harakatlar qiladi. O'shaning uchun bular ko'proq o'zgaruvchan bo'ladi. Xarakterini tushunib bo'lmaydi. Ikkinchisi, maqsadlari bular befoyda hisoblaydi. Maqsad qo'yganim bilan insonning taqdiri yozib qo'yilgan bo'lsa, hozir men harakat qilmasam ham bo'laveradi-yu degan tushuncha paydo bo'lib qolgan bo'ladi bularda. Va maqsad qo'yganim bilan nimadir voqea sodir bo'lib qolib, u maqsadlarimni buzib tashlasa, nima qilaman deydi. Maqsad ular uchun umuman kerak emas bo'ladi. Uchinchisi, hech narsani nazorat qila olmaydi. O'zi bilyapmiz-ku nazorat qila olmasligini. Hozir ko'rdik, bu ish qilaymi, bu ish qilaymi? U yoqdan yana qaysidir vazifa berilsa, ota-onasimi yoki kimdir do'stimi yana nimadir iltimos qilsa, yana yo'q deya olmasdan, ota-onaga yo'q deb bo'lmaydi, lekin do'stiga yo'q desa bo'ladi. Yo'q deya olmasdan do'stiga ham xo'p deydi. Natijada nima bo'ladi? Uni ham nazorati qo'lidan chiqib ketyapti. To'rtinchisi, sayoz va mustahkam bo'lmagan aloqalar vujudga keladi. Ya'ni do'stligi sayoz bo'ladi. Chunki bunga xo'p deydi, bajara olmaydi, bunga xo'p deydi, bajara olmaydi, bunga xo'p deydi, bajara olmaydi. Keyingi safar bularning birortasi bunga iltimos qilmaydi. Va nima bo'lyapti? Muomala va aloqalar pasayib boryapti. Ishonch yo'qolyapti o'rtada. Ishonch yo'qmi? Hech qayerda o'sish bo'lmaydi. Hattoki sizni relationshipingizda ham, ya'ni do'stingiz bilan yoki oilaviy munosabatlaringizda ham ishonch bo'lmasa, albatta u buzilishga moyil bo'lib qoladi. Endi shoshilinch emas, muhim ham emaslarda, maqsadsiz dangasalarda ular mutlaq mas'uliyatsiz bo'ladi. O'sha kuni bilan o'yin o'ynaydi, kuni bilan televizor ko'radi. Bularda endi ishsizlik bo'ladi albatta. Chunki ularda maqsad bo'lmagan, kuni bilan dam olgan, telefon o'ynagan va natijada qo'lidan bir ish kelmaydi. Qo'lidan ish kelmaydigan insonni hech kim ishga olmaydi. Va bular ishsizlik, aziyat chekadi ishsizlikdan. Va muhtojlik. Ishlamaganingizdan keyin kimdir pul bermaydi va natijada muhtojlik kelib chiqadi. Faqatgina moliyaviy muhtojlik emas, aqliy muhtojlik ham kelib chiqadi. Chunki siz o'zingiz ustingizda ishlamagansiz, bir ishni bajarish haqida ma'lumotingiz yo'q. Kimdandir so'raysiz. Har safar nimanidir so'rab bajarishingizga to'g'ri keladi. Hop. Endi buni qanday qilib tartiblashtirish kerak? Siz shoshilinch, muhim emaslarni umuman unuting. Shoshilinch emas, muhim emasni ham unuting. Siz asosiy konsentratsiyangizni bu ikkitasiga qarating. Ya'ni shoshilinch, muhim. Shoshilinch emas, lekin muhim. Va bunga 20% konsentratsiyani qaratish kerak, bunga 80% konsentratsiyani qaratish kerak. Har hafta hech bo'lmaganda siz 1 yillik shoshilinch nima deydi, ishlarni rejasini qilib oling. Umuman 1 oylik qilib oling. 1 yil, 1 oy, haftalik shoshilinch ishlar rejasini qilib oling va har hafta hech bo'lmasa shoshilinch ishlardan bittasini yo'qotish kerak. O'shanda har oy 4 ta yo'qotasiz. 1 yilda siz bundan shoshilinch emas, lekin muhim bo'lgan kategoriyaga o'tish imkoniyati, ko'chib o'tishingizga imkoniyat bo'ladi. Birdaniga siz bu yoqqa o'ta olmaysiz. Chunki bundagilar ham muhim.
har hafta hech bo'lmasa bunga bittadan ish olib o'tish kerak. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Xato rejani belgilari kun tartibida. Noaniq maqsad. Maqsad bo'lmaydi. Haftasiga nima ish qiladi, kuniga, oyiga, bir yilda nima ishlarni bajaradi. Bu haqda umuman maqsad qo'ymagan, reja qilmagan bo'ladi. Undan keyin vazifa uchun so'nggi belgilangan vaqt kamligi yoki yo'qligi. Hozirga aytilgan ish yana. Bir oy ishni ish qilmaydi, 3 kun qolganda boshlaydi yoki bir kun qolganda boshlaydi. Va natijada vaqt kam qoladi. Va yana stress kelib chiqadi. Uchinchisi, vazifalarni mayda bo'laklarga bo'lmagan bo'ladi. Butun boshli ishni bir haftada qilib qo'yaman deydi. Va katta, misol bir haftada hop 2 ta kitob o'qiyman deb yozib qo'yadi. Kuniga necha varaqdan o'qishini yozmagan. Va natijada bugun 50 bet o'qiydi, ertaga 100 bet o'qiydi, indinga 20 bet o'qiydi. Haftaning oxiriga kelganda qarasa, hali bitta kitob tugab bitmagan bo'ladi. Chunki uni maqsadi bir haftaga bitta kitob edi yoki 2 ta kitob edi. Kunlik maqsadi yo'q edi. Rejani noto'g'ri qo'ygan edi. Va to'rtinchisi ustuvorlikning yo'qligi. Ya'ni qaysi vazifalarni birinchi bajarish kerak? Buni bilmaganligi sababli, buni aniqlab olmaganligi sababli ikkinchi darajali mayda vazifalarga ko'p vaqt ketib qoladi. Beshinchisi, noreal natijalarni kutish. Misol uchun endi ingliz tilini boshlayapti-da, 1 yilda 9 qilaman. Yoki 1 yilda 8 olaman. To'g'ri, 8 qilish ehtimoli bordir, lekin 1 yilda o'ta bir kuchli inson bo'lish kerak. 1000 tadan bitta bo'lish kerak yoki milliontadan bitta bo'lish kerakdir balkim. 1 yilda 8, 9 ga olib chiqish uchun. Yoki endi IELTS boshlayapti, o'zining darajasi bir 5, lekin keyingi 4 oyda u 9 ga chiqarmoqchi yoki 8 ga chiqarmoqchi. Bu noreal natija. Umuman real emas. O'shaning uchun maqsad qo'yayotganda, kun tartibi qilayotganda, umuman rejalashtirayotganda hayotni real bo'lish kerak, ya'ni realist bo'lish kerak. Va oxirgisi stress. Stress kelib chiqyapti, siz qo'ygan kun tartibini, rejani bajarishda stress kelib chiqyaptimi? Demak, sizning rejangiz xato. Rejangiz xato. Haddan tashqari yuklamani ko'p berib yuborgansiz. Har soniyangizni nazorat qilishga harakat qilgansiz. Siz vaqtni nazorat qila olmaysiz, boshida ham aytdim, har soniyani nazorat qila olmaysiz. Hayotingizni nazorat qila olasiz. Demak, sizda stress kelib chiqyaptimi? Rejangiz xato hisoblanadi. Endi reja qilishchi, xato reja nimaligini bilib oldik. Endi reja qilishni tushuntiraman. Xo'p. Birinchi o'rinda o'tgan darsda aytilganidek, hayotiy oliy maqsadni aniqlab olish kerak. Undan keyin uzoq muddatli maqsad, o'rta muddatli maqsad, qisqa muddatli maqsadlarni aniqlab olingandan keyin, sizlarga vazifa ham tashlangan edi. Vazifa ham tashlangan edi. Hammasi bor edi ichida. Bajarganlar bo'lsa, his qilgan, qandaydir hayotida o'zgarishni his qiladi inson. Maqsadli insonga aylanishni boshlaydi agar vazifani bajargan bo'lsa. Demak, qisqa muddatli maqsadingizni aniqlab olganingizdan keyin, bu har bitta maqsad oliy maqsadga olib borish kerak. Uzoq muddatli maqsad oliy maqsadga olib borish kerak. Uzoq muddatli maqsadga olib boruvchi narsa bu o'rta muddatli maqsad. O'rta muddatli maqsadga olib boruvchi narsa bu qisqa muddatli maqsad. Hech qachon siz qisqa muddatlini to'g'ridan-to'g'ri oliy maqsadga yoki uzoq muddatli maqsadga bog'lab qo'ymang. Unda foydasi yo'q. Oradagi bog'liqlikka uzib qo'ymasligi kerak rejangiz. Qisqa muddatli maqsad 1 oylik yoki 1 haftalik rejalarni qilib olish kerak. 1 yillik reja, 6 oylik reja, 1 oylik reja va 1 haftalik reja qilinishi kerak. Bu nimaga yordam beradi? Bu siz kunlik reja qilsangiz, har kunlik shoshilinch vazifalarni bajarishga vaqt belgilaysiz xolosda. Haftalik qilsangiz, haligi ko'rinish kengayadi. Oldin 1 kun mashina ko'rayotgan bo'lsangiz, kichkina joyi, haftalik qilsangiz kengayadi. 1 oylik yanada kengayadi. Uzoqroq, maydaroq narsalarni ko'rishni boshlaysiz. Siz e'tibor bermagan bo'lasiz uni.
hozirgacha kun tartibi qilganlar birinchi haftasini rejalashtirib olsin, farqini sezadi. Hop, haftalik rejada birinchi qiladigan ishimiz har yakshanba kuni haftaning oxirida 30 minut yoki 1 soatgacha vaqt ajratish kerak. Keyingi bir hafta nima ishlar bajaradi? Dushanba kuni nima ish qiladi? Seshanba kuni nima ish qiladi? Chorshanba, har kunni umumiy rejalarni yozib olasiz. Bir haftada 10 ta reja yozdingiz yoki 20 ta ish yozdingiz, bajarishingiz kerak. Yozib olasiz. Hali kunlarga taqsimlamay turasiz. 20 ta rejani yozib oldingiz. Kunlarga taqsimlanmagan. Misol birinchisi universitetdagi mustaqil ish tugataman, ikkinchisi aylangani boraman qaygadir, uchinchisi oilam bilan vaqt o'tkazaman, to'rtinchisi yana nimadir, vaqt rejalarni yozasiz, bajaradigan. Xo'p. Bu o'tgan haftaga baho berish dan bu aslida oxirida qilinadi. Tartib bo'yicha ketganda 2 ga qo'yganimiz sababi yangi boshlaganda xo'p, siz buni oxirida qilasizda, har doim qilib yurganlar haftani oxirida birinchi o'tgan haftaga baho berib qo'yish kerak. Mana bugun bir haftalik reja qiluvdingiz, o'sha reja tugadi. Yakshanba kuni endi rejangizni ochasizda kuzatasiz. Qaysi rejalarni bajardim, qaysi rejalarni bajara olmadim. Okay? Va bajara olmaganingizni sababini yozib qo'yasiz to'g'risiga. Mana o'shni bajara olmadim, chunki kutilmagan mana bundaqa voqea sodir bo'ldi, qaysidir bir voqea. Sababini albatta yozib qo'yish kerak. Va undan keyin hozir tepada aytganim rejalaringizni yozib qo'yasiz. Qaysi rejalarni keyingi hafta qilmoqchisiz? Tushunarli-a? Birinchi o'tgan haftaga baho berasiz, qaysi rejalar bajarilgan, qaysi rejalar bajarilmagan va bajarilmagan ishlarni sababini yozasiz va keyin yangi hafta uchun ishlar rejasini yozib chiqasiz. Hop. Undan so'ng uchinchisi, yangi hafta davomida qilmoqchi bo'lgan 3-5 maqsadingizni tanlang. Bu hozir aytganimdaqa 20 ta maqsad dedim. Bu 20 ta maqsadni yozganingizdan keyin siz 3-5 ta maqsadni asosiyga aylantirish kerak-da. Ya'ni priorityga, ya'ni birinchi o'ringa olib chiqish kerak. Ya'ni Eisenhower matritsasidan foydalanib, shoshilinch muhim, shoshilinch emas, muhim emas. Larga ajratib chiqishingiz kerak 20 tasini hammasini. Xo'p. Undan keyin mana muhimlik va shoshilinchlik darajasini aniqlab oling, hozirga aytilgan. Undan keyin Pareto principle degan narsa bor. 80 ga 20 deyiladi. Ya'ni 10 ta, 20 ta yoki 5 ta rejangizni yozdingiz va rejangizni yozganingizdan keyin ichidagi 20%ni birinchi o'ringa olib chiqib qo'yish kerak va birinchi shu 20%ni bajarish kerak. 10 ta reja qildingiz, 10 ta rejaning ichida birinchi va ikkinchisiga eng muhimlarini qo'yish kerak. Eng muhimlarini qo'yish kerak. Qolgan 80% keyin o'z-o'zidan bajarilib ketadi. Hop. Va undan keyin qiladigan ishingiz har bir ishni qaysi kun qilishingizni tanlab, shu kunga taxminiy soatlar bilan yozib qo'yishingiz kerak. Hop. Misol birinchisiga mustaqil ish yozish deyodingiz. Qaysi kuni bo'shroq, ko'proq vaqtingiz bo'ladi. O'sha vaqtga belgilab payshanba deb turib yozib qo'yish kerak. Ya'ni sizni bitta daftar, notebook olish kerak, iloji boricha. Yon daftar olib, birinchi varog'iga oliy maqsadlarni yozish kerak, ikkinchi varog'iga uzoq muddatli, uchinchi varog'iga o'rta muddatli va to'rtinchi varog'iga qisqa muddatli maqsadlarni yozib olib, undan keyin haftalik rejani yozish kerak va undan keyin har bir kun uchun yakshanba qilyapsiz bu ishni. O'sha yakshanba kuni o'tirganingizda bir hafta uchun qiladigan ishlaringizni yozib chiqing. Bozor kuni dushanba mana bu ish qilaman, chorshanba bu ish qilaman, payshanba bu ish qilaman. Asosiylarini. Tushunarli-a?
Hop. Va kutilmagan hodisalar uchun bo'sh vaqt olib qo'yish kerak. Kuniga 1 soat yoki yarim soat bo'sh vaqt bo'lishi kerak. O'zi asosiy vazifalarni, prinsipga qo'yganingizdan keyin, kunini yozib qo'yganingizdan keyin, soatini yozib qo'yganingizdan keyin o'zi sizda bo'sh vaqt qoladi. Bo'sh vaqtlar ko'rinishi boshlaydi. Qaysi vaqtda bo'sh siz. Va haftaning o'rtasida siz jarayonni tekshirishingiz kerak. Notebook ochib, qanday ketyapti bajargan vazifalarim, qo'ygan rejalarim, qo'ygan vazifalarim bir haftalik bajarilyaptimi, bajarilmayaptimi? Ko'rib ketasiz. Va agar qaysidirlari qolib ketgan bo'lsa muhimlari, keyingi ikkinchi yarmiga haftani qo'shish kerak. Qolib ketmasligi kerak deb hisoblagan vazifalaringizni. Hop. Va 9-inchisi, siz qo'ygan, yozgan haftalik rejangizda haddan tashqari ko'p yuklama berib yormang. Har soniyasigacha yozib chiqsangiz, hayot o'zgaruvchan, nimadir o'zgaradi, qaysidir voqea sodir bo'ladi va natijada siz ulgurmay qolasiz va yana stress kelib chiqadi. Haddan tashqari ko'p yuklama berib yormaslik kerak. Hop. Endi kunlik reja. Kunlik reja bu haftalik rejaga aloqasi bo'ladi. Chunki bu haftalik rejada katta-katta ishlarni kunlarga bo'ldingiz. Endi katta bo'lmagan, kun tartibingizdagi ishlar bo'ladi. Misol mashq qilish, yoki yana nima, kitob o'qish, mayda-mayda ishlar ham bo'ladi. O'sha ishlarni reja qilishda kunlik reja kerak. Haftalik rejani qilayotganda asosan ikkita, har kun uchun ikkita yo 3 ta asosiy maqsad yoziladi-da. Qolgan kunlik, qolgan 5 tadir yoki 6 tadir ikkinchi darajali vazifalar kunlik rejada yoziladi. Kutilmagan voqea bo'lib qolib, ertaga nimadir ish qilishingiz kerak bo'lsa, bugun kechqurun yozib qo'yishingiz kerak uni, ertaga qila olishingiz uchun. Hop. Bunda ham xuddi shu, ya'ni har kuni kechqurun uxlashdan avval 20-30 minut vaqt ajratish kerak va buni ham birinchi o'tgan kunga baho berib olish kerak. Kechagi kunimga qo'ygan rejalarim, ya'ni bugungi deylik, mana bugun kechqurun 9:30 dan 10 gacha vaqtimni sarflayapman-da. Bugungilik rejalarni ko'ryapman. Master klass qilishim kerak edi, qildim. Hop, yana nimadir qilishim kerak edi, qildim. Mana u ish qolib ketibdi. Yoniga yozaman, nimaga qolib ketdi? Do'stim bilan ko'proq gaplashib qo'ydim. Ijtimoiy tarmoqqa kirib, befoyda vaqtimni sarflab qo'ydim. Yoki bozorga borib ko'p qolib ketdim. Xuddi shunaqa sababini yozib qo'yish kerak, aniq qilib. Hop. Va 3-inchisi, ertaga qilmoqchi bo'lgan 5 ta yoki 10 ta maqsadingizni tanlashingiz kerak va yozishingiz kerak. Top 2 ta yo 3 tasini haftani boshida o'zi yozib qo'yardingiz. To'g'rimi? Balkim top bittadir o'sha kun uchun. Top 2 tadir. Yozib qo'yardingiz. Endi qolganlarini siz qo'shib tagidan yozasiz. Okay? Va ularni ham muhimlik, shoshilinchlik darajasi bo'yicha yoziladi. Eng muhimini 10-ga qo'yib qo'ysangiz, 10-ga yetib borguningizcha kun tugab qolishi mumkin. Okay? Shoshilinch va muhimlik darajasiga qarab qo'yiladi va 5-inchisi, yana o'sha 80 ga 20 usuli, birinchi kuningizni boshidagi 20% bajarishdan boshlash kerak. Eng boshida top ikkitasini, agar 10 ta maqsadingiz bo'lsa, agar 15 ta maqsadingiz bo'lsa, o'sha 20% topini bajarishdan boshlash kerak. Endi agar u maqsadingiz qaysidir boshqa insonga bog'liq bo'lmasa, chunki ertalab siz 6 da uyg'onib, doktorga borishingiz kerak bo'lsa, 6 da bora olmaysiz-da. Chunki u 9 da boshlaydi ishini. Demak, buni sal pastroqqa qo'yish kerak bo'ladi. Demak, muhim 20%ni boshlaysiz, topga qo'yib qo'yasiz va kuningizni o'sha 20% bajarishdan boshlaysiz. Hop.
Undan keyin har bir ishni ahamiyat darajasi bo'yicha yozib tartiblab oling. Hozirgi aytilgan ish. 7-si kutilmagan hodisalar uchun bo'sh vaqt olib qo'ying. Yana xuddi shu, kunlik yarim soatdir, 1 soatdir qo'shimcha vaqt olib qo'yish kerak. Chunki kutilmagan voqea sodir bo'lib qolishi mumkin. Xo'p. 8-si kuniga 3 marta buni tekshirish kerak. Ya'ni ertalab bugungi maqsadlarim nima? Chunki buni siz kecha yozgansizda. Bugungi maqsadlarni kecha yoziladi. Kechqurun 9:30 dan 10 gacha vaqt sarflab yozgansiz. Ertalab ko'rasiz, qaysi vazifalarni bajarishim kerak. Boshlaysiz bajarishni. Obedda turib, tushlikdan keyin ko'rasiz, qaysi vazifalarni obedgacha o'zi bajarib qo'ydingiz. Belgilaysiz bajarilganlarni, bajarilmaganlarni ko'rib, qaytarib yodga olasiz. Va kechqurun yana bir, kechqurungi ovqatdan keyin yana bir sarhisob qilasiz. Qaysilarni bajardingiz, qaysilarni bajarmadingiz. Misol 6-7 larda kechki ovqat qilsangiz, bajarmaganlari qolgan bo'lsa, oldingizda yana 1-2 soat vaqtingiz bo'ladi. Kunlik sarhisobni qilishingiz uchun. Va kechqurun yana 9:30 dan 10 gacha misol siz bugungi to'liq sarhisobni qilib chiqasiz. Nimaga bajardingiz, nimaga bajara olmadingiz shu ishni, va qaysi ishlarni bajardingiz. Xo'p. Va 9-si yana xuddi shu, haddan tashqari yuklamani ko'paytirib yubormaslik kerak. Buni qaydan aniqlaymiz? Haddan tashqari ko'p yuklama beryapmanmi, bermayapmanmi? Bir hafta bajarib ko'rasiz. Majburlab o'zingizni bajarib ko'ring. Shunda ham stress kelib chiqaveryaptimi? Bir haftada ham moslashmadingizmi? Demak, qaysidir vazifani kamaytirish kerak. Qaysidir ishni kamaytirish kerak. 10 ta vazifa qo'yib olmasdan bir 4 ta qo'yib, kunlik zo'r bajargan yaxshiroq. Odamga bu sens beradi, feeling yaxshi bo'ladi. O'zingizga ishonishni boshlaysiz. Bajara olar ekanman degan tushuncha paydo bo'ladi. Hop. Keyingisi vazifalarni kechiktirish haqida gaplashamiz va kechiktirishni oldini olishga harakat qilamiz. Asosan 4 ta sababi bor kechiktirishni. E'tibor bergan bo'lsangiz, sabablarini yozganman va orqasidan yechimini yozib qo'yganman. Birinchi o'rinda sabab nima bo'ladi? Inson perfectionist bo'lsa, ya'ni mukammal qilaman barcha ishni, hamma yo'g'ini mukammal qilib tashlayman desa, bu asosiy kechiktirishga sabab bo'ladi. Va u inson muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqsa, bu ham asosiy sabab bo'ladi kechiktirishga. Chunki bitta vazifani boshlaydi, buni mukammal qilaman deb haddan tashqari ko'p vaqt ajratib yuboradi va natijada ikkinchi ishi qolib ketadi. Misol uchun, o'qituvchisi bergan vazifani bajaryapti, mustaqil ish bajaryapti deylik. Uni dissertatsiyalardan ham zo'r yozaman deydi-da, harakat qilib, o'zini bir ko'rsatib qo'yay, men kuchliligimni deydi-da, yozishga harakat qiladi. Natijada ko'p vaqt ketib qoladi. Perfectionist odam asosan stressda yuradi-da va boshqa insonlarga ham zarar berib qo'yadi. Misol, bundan bir oldimda men ham juda perfectionist bo'lganman-da, barcha ishni mukammal zo'r qilaman deb harakat qilganman. Va natijada orada o'quvchilarimning natijasi tushib ketdi. Keyin ustozimiz Jahongir aka bilan gaplashsam, hamma gapimni eshitib turdilar-da, Farruh, perfectionist bo'lmang, mukammallikka harakat qilmang, hammaning qobiliyati har xil bo'ladi. Siz o'zingiz ishingizni yaxshi qilyapsizmi? O'quvchilardan ham perfect natija kutib olmang, mukammallik kutib olmang. Ular hammasini o'z vaqtida qila olmasligi mumkin. Qachonki shu perfectionistligingizni yo'qotsangiz, o'quvchilaringiz natijasi ko'tarilishi boshlaydi va stressdan chiqasiz. Deydilar, haqiqatan ham perfectionistlikni yo'qotdim, o'quvchilarning ham natijasi ko'tarildi va o'zimda ham stress kamaydi. Oldin hamma ish qilyapman, nimaga bu o'quvchilarimning natijasi o'smayapti ekan deb siqilib qolaverardim-da. 10 ta o'quvchimdan hammasi zo'r balo olib turib, bittasi sal pastroq balo olib qolsa ham siqilib qolardim. Chunki meni xayolimda mukammal bo'lish kerak hamma. Va natija stressga olib borardi. O'quvchilarimga ham bu salbiy ta'sir o'tkazgan edi. Xo'p. Demak, buni yechimi sifatida inson mukammal emasligini his qilish kerak. Inson zoti borki, barchasi xato qiladi. Xatokor bo'ladi.
hech qaysi ishni mukammal qila olmaysiz. Mana shu perfectionistlikka o'quvchilarning speakingini o'smay qolishida asosiy o'rni ham bor. Ko'pchilik nima qiladi? Xato gapirib qo'ysamchi deydida gapirmaydi. Savol berasiz, o'ylab miyasida gapiryapti. Miyasida vocabulary, grammar ishlatyapti. Bu yoqqa hech nima chiqqani yo'q. Nimaga? Hozir gapirsam, xato gapirsam, kimdir atrofimdan kuladi. Yoki o'qituvchim feedbackdan qo'rqadiganlar ham bo'ladi-da. O'qituvchisi mana uni xato qilding desa, o'zini qobig'iga qamalib oladi. Bu perfectionistlikning bitta ko'rinishi. Siz qabul qiling, mukammal emassiz. Ayniqsa speakingda ham. Speakingda. Har doim o'quvchilarimga aytaman, 20 yil, 15 yil, 25 yildan beri O'zbekistonda yashab, nimaga o'zbek tilini mukammal gapira olmaysiz? Va xato qilsangiz ham o'zbek tilida gapirishdan uyalmaysiz u boshqa mamlakat vakillarini tilini gapirayotganda xato qilishdan uyalasiz deyman. Haqiqatan ham 25 yil, 30 yildan beri yashaysiz yoki 15 yildan beri yashardirsiz O'zbekistonda, shu muhitda katta bo'lgansiz, hamma o'zbekcha gapiradi atrofingizda, lekin qaysidir so'zlarni xato gapirasiz siz ham, men ham. Lekin uyalmaymiz. Vaholanki o'zimizning ona tilimiz. Lekin ingliz tili gapirishga uyalamiz. Chunki kimlardir kuladi. Kulgan odam o'zi ham mukammal emas. O'zi ham xato qiladi. Shuni qalban his qilsangiz, sizda stress kamayadi. Va vaqtni tejab qolishni o'rganasiz. IELTS ga qo'yilgan maqsadda ham buni bilish mumkin. O'zini o'qish uchun 6 ham yetadi. Endi bir IELTS o'qidimmi, 8 qilishim kerak-da deb o'qiydi. Natijada stress bilan o'qiydi. 8 qilmasam bo'lmaydi. 7 qilmasam bo'lmaydi. Vaholanki kelajagi IELTS bilan bog'liq emas. IELTS faqatgina o'qishga kirib olish uchun yordam beradi xolos. O'ta perfectionistlik xuddi shunaqa ko'p vaqt oladi va stresslikni keltirib chiqaradi, stress. Ikkinchisi, haddan tashqari ko'p yuklama qo'yish. Kechiktirishga sabab bo'ladi bu ham. Haddan tashqari ko'p yuklamani qo'yasiz va qaysidir vazifalarni qila olmaysiz, asosiysini qolib ketadi ertaga. Ertaga yana haddan tashqari ko'p vazifalarni qo'ygan bo'lasiz, yana qolib ketadi. Chunki u maqsad bugungi maqsad emas edi, u kechadan qolib ketgan maqsad edi. Siz chunki birinchi bugungi maqsadlarni bajarib olay, keyin kechagini bajaraman degan attitude'da, tafakkurda harakat qilasizda. O'shaning uchun haddan tashqari ko'p yuklama qo'yib yubormaslik kerak. Yechim sifatida aytilgan, mayda uddalasa bo'ladigan bo'laklarga bo'lib olish kerak. Kitobni namuna sifatida ko'rsatdimmi? Bir haftada bitta kitob o'qimoqchi. Har kuni nechta betdan o'qishini hisoblab yozib olish kerak. Hattoki ertalab kechqurun nech betdan o'qishini yozib olsa, clear bo'ladi-da, vaqti kamroq ketadi. Kuniga ertalab yarim soat, kechqurun yarim soatdan kitob o'qisangiz, bir haftada xotirjam bitta kitob tugatib olasiz. Katta kitob tugatasiz kerak bo'lsa. 100 betli emas, bir 200-300 betli kitobni bir haftada xotirjam tugatib olasiz. Qachonki ertalab yarim soat, kechqurun yarim soat tartibli ish qilsangiz. Bir o'tirib turib o'qirkanman deb kechgacha kitob o'qirsangiz, oxiri kitob o'qimay qo'yasiz ko'p holatda. Chunki zerikib ketadi odam. Agar qiziqarli bo'lmasa bu kitob. Xo'p. Uchinchi sababi qiziqish va ishtiyoqning yo'qligi. Bitta ish bajaryapti, qiziqmayaptimi? U ishni inson odatda bajarmaydi. Bu asosan sizni aybingiz emas, bu miyangizning aybi. Chunki insonning miyasi shunaqa xususiyati bor, bitta ishni nihoyasidagi natija hayotiga zo'r ta'siri yo'q deb hisoblaydimi? Miyangiz energiya bermaydi. Energiyani tarqatuvchi narsa hisoblanadi miya, miyangiz energiya bermaydi. Lekin qaysidir ishlarni bajarsangiz, hammani boshidan o'tgan bo'lsa kerak, kuchingiz qolmasa ham bajarasiz. Chunki miyangiz qo'shimcha energiyani berishni boshlaydi-da, chunki u o'ylaydi, kelajak uchun bu yaxshiroq. Va endi qiziqish va ishtiyoqni uyg'otsa bo'ladi, lekin misol uchun qarang.
Men odatda bahorda yoki yozda o'zi kichkina yerimiz bor. Uyda narsa meva-cheva ekiladigan yerlar bo'ladi-yu. Dadamlar yeri chopib qo'y desalar, to'g'risi boshida rosa dangasaligim tutadi-da. Qilgim kelmaydi. Chunki miyam o'ylaydiki, o'sha yer chopishga ketadigan vaqtda nimadir o'qisam, nimadir o'rgansam yoki boshqa joyga borib qaysidir ishni bitirsam foydaliroq deb o'ylayman. Rosa o'tiraman-da, rosa o'tiraman. Oxiri kelgan nima deydi, maqsadga, o'zimni oliy qo'ygan maqsadimga uni bog'layman. Bog'lashim natijasida menda keyin sekin motivatsiya paydo bo'ladi. Misol bitta oliy maqsad sog'lom inson bo'lish, kuchli musulmon bo'lish bo'lsa, yer chopish orqali siz ter to'kasiz, to'g'rimi? Bog'layman. Hozir yugurishga, jismoniy mashqqa, futbol o'yiniga mashq qilsam ham xuddi o'sha energiyani olaman. Chunki jismoniy mashq qilish energiya beradi. Energiyani olaman deymanda o'ylayman. O'ylab va muhit yarataman. Muhit qanaqa? Inson odatda zo'r energiya beradigan musiqalarni qo'yib olsa, muhit energiyani his qiladi, to'g'rimi? Shunaqa sho'x-sho'x musiqani qo'yib olaman. Ikkinchi ish bu muhitni yaratyapman. Keyin hozir 2 soatda qilib qo'ysam, mana bu ish qilaman deymanda, o'zimga bitta nishonlash uchun nima deydi, sovg'a tayyorlab olaman. Mana shu ish qilib qo'ysam, misol yoshlikda aytadi-yu, onamlar rosa shu ishdan foydalanganlar-da. Kuniga 50 ta so'z yodlab qo'ysang, endi unda 2-sinf, 3-sinf emas, 50 ta so'z yodlab qo'ysang, ko'chada o'ynashga ruxsat beraman dedilar. Haligi so'zni olib yodlab, kerak bo'lsa, undan keyingi kunlikni ham yodlab qo'yardik. Nimaga? Chunki ertasiga bunga vaqtimizni ketkazmay to'g'ridan-to'g'ri ko'chaga chiqib ketish uchun. Haligi sovg'ani yaxshi ko'rganimiz uchun oldindan yodlab, 3 kunlikni yodlab qo'yib, ertasiga keyingi 50 tani aytib bersang, chiqib ketaver desalar, tayyorman deb 2 minutdan keyin kelib, hayron, qanaqasiga tayyorsan deysiz. Ha, yodlab oldimda deb qo'yardik. Keyin aytib berib ko'chaga chiqishga ruxsat olardik. Xuddi shu ish hammada ishlaydi. Demak, birinchi o'rinda nima qilish kerak? Uni maqsadlaringizga bog'lash kerak. To'g'rimi? Agar men o'sha ishni jismoniy mashqni sog'lom bo'lish degan hayotiy maqsadimga bog'lay olmasam, menga miyam energiya bermaydi. Chunki uni nihoyasi menga hech qanday foyda keltirmaydigandek tuyuladi. Ikkinchisi muhit. Va uchinchisi birorta nima deydi, reward qo'yib olish kerak. Ya'ni yutuq o'zingiz uchun. To'rtinchisi yo'q deya olmaslik. Yo'q deya olmaslik. Men 2 yil oldin ham men ham yo'q deya olmasdim-da. Hozir ham ba'zi holatda yo'q deya olmayman. Kimdir aytadi, "Yo'q, to'g'risi qila olmayman" deyishga uyalardim. Xafa qilib qo'yishdan qo'rqardim-da. Va natijada bo'pti derdim. Yana kimdir kelardi, yana qaysidir vazifani aytardi, unga ham bo'pti derdim, chunki uni ham xafa qilmasligim kerak. Kechga borib 2 ish bor. O'zimning ishim ham bor 3 ta. O'zimning ishimni qilmasam xafa bo'lmayman. Lekin u 2 ish qilishim kerak, ularni xafa qilmaslik uchun. Va ularning ishini qilaman-da keyin. Va men o'zimni hayotimni rivojlantirish uchun vaqtim qolmaydi. Vaholanki men o'zimning ishimni qilmaganimdan xafa bo'lmasam ham, meni vaqtim, umrim xafa bo'lyapti. Uni sezmaganman. Va ana 2 ta ish qilardim va natija ertasiga o'zimning ishim 0 bo'lardi. Keyin tushunib yetdim. Haligi o'rganishlar davomida yo'q deyish kerak ekan. Faqat o'ylab ko'rish kerak yo'q deyishdan oldin. Hozir chiqib olib hammaga yo'q deb ketavermanglar, nima desam. Sizga vazifani aytdimi, uni bir analiz qilib ko'ring. Iltimos aytdi. Bu qilgan iltimosi meni hayotimga qanchalik foyda keltiradi? Meni qo'ygan oliy maqsadlarimga, qisqa maqsadlarim bilan qanaqa bog'liqligi bor? Ko'ring, agar bog'liqligi bormi, bajarsangiz bo'laveradi. Agar bog'liqligi yo'qmi, unga to'g'ri tushuntiring. Yo'q deng. Yo'q deyish ham san'at bu. Yo'q, qilmayman, bor, vaqtim yo'q o'zi. O'zimga vaqt topolmayman, senga vaqt topamanmi dedingizmi, u insonning ishonchini yo'qotdingiz. U inson sizni haligi negativ ko'rish boshlaydi. Endi
sal boshqacharoq yondashuv bilan yo'q deyishni o'rganish kerak. O'quvchilar keladi, odatda ba'zi darsdan tashqari holatda vazifa so'rasa, so'raydi-da. So'rasa, ko'raman. Agar u vazifani o'sha vaqtda tushuntirishim o'ta muhim bo'lsa, tushuntiraman. Nimaga? Chunki u maqsadim bilan bog'liq. Bitta maqsadim o'quvchilarni zo'r, inson qilish. Zo'r ingliz tilini biladigan inson qilish emas, zo'r inson qilish. Demak, yordam beraman. Va o'sha vaqtda o'ylayman, agar o'sha vazifani shu yerda qilsam, nechta kishiga foydasi tegadi? Agar bir kishiga foydasi tegsa va boshqalar uchun ham foydali ish bo'ladigan bo'lsa, qilmayman. Darsda so'rang deyman. Misol uchun mana Ibrohim bir kun so'radi vazifa, tushuntirganimda tushunmay qolgan ekan. Demak, siz tushunmadingizmi? Boshqalar ham tushunmay qolgan. Darsda eslating dedim. Agar o'sha vaqtda o'ziga tushuntirganimda darsda bu narsaga e'tibor bermay ketaverardim-da. Natijada darsda so'radi, darsda hammaga qayta tushuntirib qo'ydim, hammaning ko'zi ochildi. Demak, hech kim tushunmagan ekan o'sha vaqtda. Tushungan, nimalargadir e'tibor bermagan. Demak, yo'q deyishdan oldin o'ylash kerak. Yo'q desam, xafa bo'ladimi, yo'qmi deb emas. Bu so'ragan iltimosi meni hayotiy maqsadimga qanchalik bog'liq. Misol, ota-onam biror nima so'rasa yo'q demayman hech qachon. Chunki asosiy maqsad, oliy maqsadlarimdan biri o'zi oilaviy, nima deydi, muhitni shakllantirish. O'zi yozib qo'ygan maqsadlarimdan bittasi. Endi do'stlarim nimadir so'rasa yoki o'quvchilarim nimadir so'rasa, analiz qilib ko'raman. Hayotiy maqsadimga bu bog'liqmi, yo'qmi? Agar o'ziga aytsam yetadigan, kifoya qiladigan masalami bu yoki ko'pchilikka aytsam kifoya qiladigan masalam? Qaysi biri yaxshi? Taroziga qo'yib ko'rib, va buni bajarsam bugungi kunlik rejalarimga qanchalik katta ta'siri bor? Uni ham analiz qilib ko'rib turib, keyin yo'q deyish kerak. Tushunarli, Misol, reading passage bir tahlil qilaylik desa, tahlil qilavering. Faqat ko'p emas. Chunki u sizni qo'ygan maqsadingizga, a'l solish degan maqsadingizga bog'liq-ku. Speaking kimdir g'irt begona kelib turib bir speaking qilib qo'yaylik desa, xo'p deng. Nimaga? Chunki siz boshqa inson bilan speaking qilsangiz hayajoningiz kamayadi va u maqsadingiz bilan bog'liq-ku. A'l solmoqchisiz. Speaking qilaylik deb kelsa, boringmi, hozir reading qilishim kerak demang. Chunki siz qachondir siz ham xuddi o'sha holatga tushasiz. Ya'ni qachondir siz ham kimdandir speaking qilaylik deb so'rashingiz bor. Tushuntira oldimmi? Demak, yo'q deyishni o'rganish kerak ekan. Yo'q deyishni yozib qo'yilgan. Nimaga inkor qilganingizni, nimaga yo'q deganingizni aniq sababini aytish kerak. Aniq sababini aytish kerak. 2 yil oldin ustozimiz Jahongir aka bilan Najot ta'limga boruvdik-da. Najot ta'limga bir Javohir Izzatulloh degan boshqaruvchisi bor. O'sha adashmasam o'quv bo'limi boshlig'imi deyken, o'sha Namanganlik aka edilar. Jahongir aka olib bordilar-da. Ular bir-birlarini tanishar ekan, suhbat quryapmiz. Soatga shunaqa qaradilar-da. O'sha Javohir Izzatulloh, Jahongir uzr ming bor. Endi uchrashuv tugatishimiz kerak. Chunki agar sizga hozir yarim soat vaqt ajratsam, keyingi insonga yana qo'shimcha yarim soat vaqt ajratishim kerak va meni ish kunim surilib ketib qoladi deb turib, to'g'ri tushuntirib, bizdan keyin yana bir uchrashuvlar borligini aniq qilib aytib, bizga ruxsat berdilar. O'sha yerda tushundim, aniq tushuntirish kerak va haqiqatan kimgadir siz 10 minut qo'shimcha vaqt sarflayapsizmi, keyingi ishingiz 10 minut keyinga surilyapti. Hayotingiz 10 minutga surilyapti. Bu o'ta muhim. Xo'p. Va keyingisi haddan tashqari ko'p uzr so'ramang. Uzr qilolmadim. Har ko'rganingizda uzr qilolmadim dash iltimosingizni, uzr qilolmadim dash iltimosingizni deyorsangiz, u haligi haqiqiyligini yo'qotadi. U inson sizga ishonmay qo'yadi. Chunki haddan tashqari uzr so'raydigan odamning nimadir minusi bo'ladi-da. Bir marta aniq tushuntirib, uzrni so'rab qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p. Endi umumiy biror ishni qilmoqchi bo'lsangiz, kechikyapsizmi? Bu
Brian Tracy degan inson bor. Eat That Frog degan kitobi bor. Ya'ni o'sha baqani ye degan. O'shanaqa top bestseller kitobi bor. Shu insonning usuli bu ong ostiga buyruq berish. Ong ostiga buyruq berish. Bitta ishni bajarmoqchisiz, kimdir nimadir qalbingizda qilmay qo'yaver deyaptimi? Siz quyidagi so'zlarni ayting. Hozir bajar, hozir qil, hozir boshla. Va ovoz chiqarib aytish kerak. Chunki ovoz chiqarib aytganingizda eshitasiz uni. Hozir bajar, hozir qil, hozir boshla. Hozir bajar, hozir qil, hozir boshla. Nimaligini aniq qo'yib, reading qilmoqchisiz. Hozir reading qilsam shu miya qiziydi, bosh og'riydi, nimalardir deyapsiz, Hozir bajar, hozir qil, hozir boshla. Hozir bajar, hozir qil, hozir boshla deb ovoz qaytarib, ovoz chiqarib qaytaraversangiz, bu ong ostiga o'tadi va o'sha ishni bajarasiz. Bu sinovdan o'tgan usul. Men o'rgatmayapman buni, Faqat men o'zbekchaga o'gir berdim xolos. Brian Tracy degan inson bor, xohlasalaring yozib ko'ringlar. YouTube'da yaxshi kontent yuritadi, to'g'risi. Ya'ni qari odam zo'r haligi insonning rivojlanishiga ta'sir o'tkazadigan videolar qiladi. Qaydagi yo'q TikToklarni ko'rgandan yoki Shorts Vine'larni ko'rgandan o'sha insonni ko'rganingiz ancha zo'r, foydaliroq. Xo'p. Va chalg'ituvchi omillar haqida gaplashamiz. Oxirgisi bu. Chalg'ituvchi omillar. Birinchi o'rinda raqamli chalg'ish albatta. Bunga nimalar kiradi? Faqatgina telefon, ijtimoiy tarmoq emas, o'yinlar, televizor yoki boshqa elektron vositalarga bog'liq bo'lgan barcha narsa kiradi. Asosan ko'p kuzataman, o'quvchilarimning telefonini ko'rganimda nima bo'ladi? Instagram, TikTok, hattoki shu darajaga chiqdiki, bu narsa bu yil 2025 bo'lsa, o'tgan 2024-yilda har yili top so'zi bo'ladi-da. Yil so'zi degan so'z bo'ladi. O'tgan yilgi yil so'zi brain rot bo'ldi. Miya chirishi. U qaydan kelib chiqdi miya chirishi? Reelslardan, shortslardan kelib chiqdi. Reels va shortslar miyani chiritar ekan. 2024 bu topga chiqib, brain rot degan so'z butun dunyoda top so'zi, Oxford e'lon qildi, top so'z bo'ldi. Yil so'zi brain rot. Miya chirityapti. Va Guardian Weekly'da bu maqola chop qilingan. Undan keyin yana bir maqola bor edi. TikTok 25 minutda insonni o'ziga qaram qila olar ekan. Tekshirib ko'rishibdi. Men ham 2 yil oldinmi, 1,5 yilcha oldin buni o'zim boshimdan o'tkazganman. O'quvchilar hammasi TikTok ko'radi. Telefonda ko'rsam, men o'chirib yuboraman, yana qayta o'rnatib olaveradi-da. Men ham bir ko'raychi dedim. TikTok shuni o'rnatdim. O'rnatdimda kirdim. Shuni ko'zimni ochsam, ya'ni real hayotga qaytsam, real hayotga 1,5 soat bo'lgan ekan. Men oddiy ochib, 1-2 minut ko'rmoqchi edim xolos. Kirdim, ochdim, boshladim. Shuna qaytsam 1,5 soat o'tib ketdi. Bu birinchi haligi menga bergan hissi u. Nima qildim? 1,5 soatligini ko'rdim, sirasi o'chirib oldim. O'sha zahotiyoq o'chirdim. Chunki yana qaytib kelishim mumkinligini his qildim-da. Va hozirgi kunda ishlatmayman. Instagramlarga kirishni ham hamma yo'g'i chekladim bir Android telefonda, o'zim o'sha telefonimda, lekin unchalik effekt bermadi. Effekt berdi. Oldin misol orada bir 2 oy, 3 oy juda haligi cho'qqiga chiqib 2 soat, 2 soat, 3 soat, 3 soat ko'p vaqt sarflavordim-da. Uni qilganimdan keyin 1 soatga tushdi. U ham kamlik qildi-da, oxiri telefonimni sotib oldim. Hozirgi kunda oddiy telefon ishlatyapman, knopkali. Bu menga foyda. Chunki Telegramga faqat kompyuterdan kira olaman. Hamma yoqda ham Wi-Fi ga aksess yo'q. Ertalab obedda kechqurun kirishim mumkin. Shunda ham kimgadir iltimos internetingizni hotspotini yoqib turing deyman. Yoqadi. Bu menga ancha o'zimni raqamli chalg'ishdan oldini olishga, diqqat e'tiborimni o'stirishga yordam berdi. Buni albatta barchamiz qilishimiz kerak. Chunki biz nima deydi,
yomonlashayotgan zamonni hech qachon to'xtatib qola olmaymiz, sekinlashtirishimiz mumkin xolos. Kundan kun zamon yomonlashib boradi, hech qachon u orqaga qaytib bormaydi. Bu qonun, lekin uni sekinlashtirishimiz mumkin. Va buni qanaqa qilamiz? Uni shaxsiy o'zimizni rivojlantirish orqali qilamiz. Ba'zi o'quvchilarimni telefonini oldimda bloklab qo'yib, kodini aytmayapman. Telegramga 15 minut, YouTube'ga 10 minutmi, shunaqa qilib hammasiga cheklab qo'yganman. Kodini albatta bo'lganingizdan keyin aytaman dedim. Bittasi o'tiribdi. Menimcha ancha o'zida foyda o'zgarish sezgan. iPhone'da shunaqa xususiyati bor-da, Androidda buni qilish qiyinroq ekan. Lekin bunaqa programmalar juda ko'p, telefoningizni nazorat qilishga yordam beradigan. Shuni sotib oling, iltimos, pulli-da. Yaxshi narsa pulli bo'ladi. Arzimagan narsa. Mana, bor ekan. Kontrol uni o'rnatib, do'stingizga ayting, sizga nima deydi, bloklab bersin, kamaytirib bersin vaqtlarni va kodini o'zi bilsin, sizga aytmasin. Almashtirib do'stingiz bilan buni bajaring. 4 oyda keyin aytaman. 5 oydan keyin aytaman. Bu juda zo'r foyda beradi. Chunki agar kodini o'zingiz bilsangiz, xohlagan vaqtda nima qila olasiz? Ocha olasiz-da. Rost. Xohlagan vaqtda ochib, bu kamaytirishga to'g'ri yordam beradi. 5 minut, 10 minut, undan oshiq emas. Lekin siz do'stingizga qilib bersangiz bu ishni almashib, do'stingiz aytmasa, siz uni ocha olmaysiz. Tushuntira oldimmi? Raqamli chalg'ishni albatta oldini olishimiz kerak. Va iltimos pulli bo'lsa sotib olaringlar. Men hech qanaqalik aloqam yo'q programma qiluvchilarga, lekin bitta narsa bor. Siz haligi nima deydi, bir haftada bir yoki har kuni chaqadigan semichkangizni puliga keladi u. Bir oy semichka chaqmasangiz ishtima qilmaydi yoki qizlar bo'ladi, ko'p quritadi, to'g'rimi? Bir oylik quritingizni puliga beradi bu narsani. Lekin u bir umrlik foydasi keltiradi. Bir umrlik foyda keltiradi. Arzimagan narsa. Ikkinchisi, atrofimizdagi muhit. Chalg'ituvchi bu ham. Ya'ni dars qilyapsiz, oldingizda kimdir gaplashib turibdi. Bu albatta chalg'itadi. Shuning uchun doim kutubxonaga kelib dars qilish kerak. Va atrofdagi do'stlarni albatta to'g'ri tanlash kerak. Siz dars qilyapsiz, do'stingiz chaqiryapti, chiqasizda, to'g'rimi? Chiqadi, ko'pchilik chiqadi, ketdi, shu bilan yo'q. 2 soat, 3 soat vaqti ketadi. Do'stlarni albatta to'g'ri tanlash kerak. O'ta muhim. Bir voqea bo'lgan, rentli vaqtimizda bu kun tartibini men 2010-yildan beri qilaman-da. Birinchi 2010-yilda dadamlar Jim Rohn degan insonni Aql vitaminlari degan kitob olib berganlarida ichidan bitta narsa o'rganganman. Kun tartibi qilish. Qolgan narsaga aqlim yetmaganda, o'shandan beri qilaman va abituriyentlik paytimizda kun tartibi qilib, soatlarni yozib, ovozimda yozib olgan edim-da. Misol 9da adabiyot deb yozib olganman-da. 9da telefonim jiringlardi, adabiyot deb. 10da tarix. 11da ingliz tili deb jiringlardi eslatish uchun. Do'stlarim bir 3 kun, 4 kun chaqirgani keldi. Chiqmayman dedim-da. Ko'p qavatli uyda turamiz, tepadan qarab chiqmayman dedim-da. 4 kun. Oxiri chaqirishmasdan eshikni taqillatishib, onamlarga aytishdi, dadamlar ham bor edilar. Farruxga ko'chaga chiqqani ruxsat olib bering deyishdi. Keyin onamlar chiq dedilar, ona chiqmayman desam, dadamlar oxiri bor chiq aylanib ket dedilar. Chiqib ketdik. Keyin aylanyapmiz, workout qilyotgandik, to'g'rirog'i, jismoniy mashq qilyotgandik. Telefonim jiringlab ketdi-da. Kimdir gapirayotganga o'xshaydi-da. Men e'tibor bermayapman. Kimdir ona tili deyapti-da. Husanboy degan oshnam bor edi. Hozir Koreyada futboldan trenerlik qiladi-da. Keldi-da, Farruh dedi, desam, cho'ntagingda kimdir gapiryapti dedi. Yo'q dedim. No eshitsam
Qarasam ona tili deyotgan ekan-da. Shundan keyin do'stlarim har doim meni ko'rganda, ona tili kelyapti" derdi. Lekin o'tgan yili keldi u bola. O'tgan yili ko'rishdik. Aytayapti, "Do'stim" dedi, "o'shanda kun tartibi qo'yishi to'g'ri qilgan ekansan. Hozir biz Koreyada yashaymiz va Koreyada umuman kun tartibisiz ish qilib bo'lmas ekan. Sen bilgan narsani endi bilinmiz" deyapti-da. Ya'ni kun tartibi qilish hayotini qanchalik o'zgartirib olganligini ko'rsatib beryapti xolos bu yerda. Demak, shuning uchun albatta do'stlaringizni to'g'ri tanlashingiz kerak. O'sha yerda do'stlarim har kuni kelib chaqirganda bo'lardi, lekin meni maqsadimni qo'yganimni bilib chaqirmagan. Chaqirsa ham o'ynamayman deganim uchun, ketishardi. Vaqt keladi, misol bir oyda bir haftada bir gaplashishingiz mumkin. Lekin har kuni qaygadir befoyda narsaga sizni olib ketyaptimi, u siz uchun do'st emas. Ikkinchisi, 2 yoki undan ortiq vazifalarni bir vaqtda qilishga bo'lgan harakat. Xo'p, avvallari to'g'ri insonlar 2-3 ta ishni birdaniga qila olgan. Bunga shak shubha yo'q, haqiqatan qila olgan, lekin hozir qila olmaydi. Garantiya. 2 ta ishni qila olmaysiz. O'shaning uchun bitta ishni bajarish kerak. Tasavvur qiling, daryoning qirg'og'ida turibsiz. Daryoning tomoniga o'tmoqchisiz. 2 ta qayiqqa oyoq qo'yib o'ta olasizmi? Yo'q, o'rtasida qayiq 2 tomonga ketadi, cho'kib ketasiz. To'g'ri? Yoki o'tishingiz mumkin, haddan tashqari ko'p energiyangiz ketadi, chunki 2 ta qayiq ushab turishingiz kerak-da. Undan ko'ra bitta qayiqqa chiqib o'tib olish kerak, keyin ikkinchi qayiqqa chiqish kerak. Ya'ni bitta vazifani qildingiz, uni to'xtatib, tugatgandan keyin ikkinchisini qilish kerak. Ko'p bo'ladi-da. Ingliz tilini ham o'rganyapti, kars tilini ham o'rganyapti, rus tilini ham o'rganyapti. Ingliz tilini 4 oyda tugatishi mumkin, qachonki bu ikkitasini to'xtatsa. Lekin uchalasini boshlab olgan, bunga 4 oy, bunga 4 oy, bunga 4 oy. 3 ga ko'paytiramiz. Har bittasi endi 12 oydan tugaydi. Chunki konsentratsiya 3 ga bo'linyapti-da. 12 oyda tugaydi, 4 oylik narsa. 12 oyda tugaydi 4 oylik narsa, 12 oyda tugaydi 4 oylik narsa va samarali bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. Faqat ingliz tili o'qigan bola 4 oyda 8 olsa, 7 olsa, bu 4 oyda 5,5-6 oladi-da. Undan oshiq olmaydi. Chunki uni konsentratsiyasi 3 ga bo'linib ketyapti. 30% ingliz tili o'ylayapti xolos. O'shani 100% qilsa, buni zo'r natija qiladi. Bundan ham zo'r natija qiladi, bundan ham zo'r natija qiladi va stress bo'lmaydi. 3 ta fanga borsa, buni vazifasi chala, buni qilmoqchi, buniki ham chala, buniki hali boshlanmagan. Ertaga 2 ta kursi bor. Nima qiladi? Buni ham qilolmaydi, buni ham qilolmaydi. Oxiri ikkalasini ham qilmayman, bir so'kish eshitdim-da deb uxlab oladi. Yoki birdaniga insonga kayfiyatini ko'tarishga yordam beradigan ishlarni qilishga urinadi. Bunday insonlar. Bular nima? Instagram. Chunki sizga sirazi kayfiyatingizni ko'taradi. Yoki YouTube. Sizni unga asosiy e'tiboringizni, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga mukasdan ketib qolishining sababi ham mana shu. Bittasi. 2-3 birdaniga qilaman deydi, stress bo'ladi. Stressni chiqarish uchun YouTube ko'radi. Stress chiqarish uchun Instagram ko'radi. Natija u yoqqa kelgan yana stress bo'ladi. Bu circle-da aylanuvchi hisoblanadi. Stress bo'lasiz, Instagram ko'rasiz, Instagram ko'rib bo'lganingizdan keyin o'shancha vaqtni befoyda sarflaganingizni tushunasiz-da, yana stress bo'lasiz. Stressdan keyin yana yaxshi bo'lmoqchi bo'lasiz-da, yana Instagram ko'rasiz. Aylanib yuraverasiz. Stress bo'lasiz, Instagram, stress, Instagram, stress, Instagram. Biznesingiz yo'qmi? Instagram siz uchun kerak emas. Befoyda. Umringizni vaqtini olyapti xolos. Qaysidir o'chiritda 10 minut kutgani muhim bo'lsa, kutmaysiz, to'g'rimi? Jahlingiz chiqib, nimaga deysiz. Lekin 1 soatlab Instagramda o'tiradi odam. Doktorga boryapti, ko'p bo'ladi, ba'zilarda yarim soat kutgani chidamay boshqasiga ketadi. Lekin 2 soatlab Instagram o'ynashga vaqti topiladi. Ya'ni muhim narsalarga ko'p kuta olmaymiz-da.
bema'ni narsalarni xotirjam kuta olamiz 2 soat, 3 soatlab. Shuni his qiling, vaqtingizni hech qachon qaytib ola olmaysiz. O'quvchilarimga aytaman ba'zida vaqtni sotib oling. Vaqtni sotib olish kerak. Kim sotib ola oladi hozir vaqtni? Orangizda. Sotib ola olmaysizmi? Sotib olish mumkin bo'lgan joylar bor. Ya'ni bitta ish qilyapsizmi, u ish sizdan bitadi, kimgadir berib qo'ysangiz, ha? Faqat unda moliyaviy imkoniyat yaxshi bo'lish kerak. Siz unga bering, sizning vaqtingiz bo'sh bo'ladi, siz o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Odatda o'zi ishlaganlar emas, odam ishlatganlar boyroq bo'ladi, nima deydi, rivojlanganroq bo'ladi. Nimaga? Chunki u faqat o'zining ustida ishlaydi. O'ziga kerak bo'lgan ishni boshqalarga qildiradi. Oddiy mana mashina uyga ketayotganingizda, mashinaga chiqasiz, to'g'rimi? Hamma har xil qishloqqa, tumanlarga boradi. Ba'zilarda imkoniyat bo'lib turib ham to'g'risi avtobusda ketadi-da. To'g'rimi? Vaqtini yutqizyapti lekin. 5000 tejab qolmoqchi, 2000 tejab qolmoqchi. Lekin bu yoqdagi 20 minut, yarim soat umrini yutqizyapti. Vaholanki o'sha 2000 so'm, 5000 so'mini bu keyinchalik ishlab topa oladi, lekin mana 20 minut vaqtini hech qachon ishlab topa olmaydi. Men qishloqqa ketayotganda odatda bundoq qarayman, mashina to'lmayotgan bo'lsa 5 minut kutaman. Undan oshiq bo'lsa, aka pulini beraman, yuravering deyman. Beyda puli ko'plik yoki qanaqadir o'zini ko'rsatish emas, beyda men vaqtimni sotib olyapman. Chunki agar o'sha vaqtimni men qarang 15 minut, 20 minut kutishim kerakmi? O'shani 5000 so'mga sotib olyapman yoki 10000 so'm bo'pti, 50000 so'mga sotib olayotgandirman. Lekin kelajakda u 50 mingdan ko'p topaman. Lekin anu yarim soatni topa olmayman hech qachon hayotda. Ko'p bo'ladi-da. Qarab turaman, arzimagan pulni tejash uchun to'g'risi kutadi, ha? Arzimagan pulni mana bu yoqda 10 ming so'mlik narsa bor. Bu yoqda xuddi o'sha 5000 so'm xolos. Mana bu dunyoni o'chirdi. Mana qa boradi ko'pchilik. Chunki 5000 so'm yutyapti. Hayoti bu yoqda lekin. Chunki bu o'chirdi yo'q. O'chirdi yo'q 10 ming oladi, o'chirdi bilan yarim soatda 5 ming oladi. Yarim soat umrini 5 mingga berib olyapti. Bu yoqda siz 5 mingga vaqtingizni sotib olyapsiz. Demak, shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, siz vaqtingizni sotib olishni o'rganing. Vaqtingizni sotib olishni o'rganing. Misol, tepada 3-etajda o'qiydiganlar bo'lsa biladi, o'qituvchilarning ko'pi ovqat olib keladi uydan. To'g'rimi? Shu yerda tushlik qilish uchun bu nima maqsadda? Bu pulni tejash uchun emas. Asli uyda ovqat qildirsangiz qimmatroq ham tushadi. Ancha qimmat tushadi. Bu vaqtni tejash uchun. Chunki ovqatga, oshxonaga borasiz, qanchadir yurib, qanchadir vaqtingiz ketadi, umringiz ketyapti. Bu yerda bo'lsa shunday kirasiz, ovqat deysiz bo'ldi. O'shaning uchun chet elda ko'pchilik ishiga, o'qishiga ovqat olib boradi-da. Ularga pulni tejash yoki pastlik qilish emas, bu yerda vaqtini tejab qolish bo'lyapti asosiy maqsad. Siz ham kerak joyda vaqtingizni sotib olishni o'rganing. Vaqtingizni sotib olishni o'rganing. Endi 4-inchisi bu tartibsizlik. Tartibsiz inson vaqtida ham tartib bo'lmaydi. Vaqtida ham tartib bo'lmaydi. Misol uchun darsga keldi. Asosan darsni misol qilib ko'rsatyapman. Chunki sizga nima deydi, biznes yo'q bo'lsa kerak, hech kimda biznesga yordam beradigan. Xo'p, darsga keladi o'quvchilar. Birinchi reading qilinsa faqat reading o'zini oladi. Reading o'zini oladi. Endi listening olamiz desam hamma sumkasini kovlaydi. 80% odam sumkasini kovlaydi. Chunki sumkasida bo'ladi. Qaraydi, yo'q, yana qaraydi, yo'q, yana qaraydi, yo'q. Teacher uyda qolib ketibdi deydi. Bu stress, yana arzimagan narsa stress keltirib chiqaryapti. Chunki o'qituvchi albatta nimaga qolib ketdi deb so'raydi-da. Unga javob berish kerak. Ortiqcha narsa o'ylashga, ortiqcha energiya ketadi. Va darsni ham vaqtini oladi. Shuning uchun endi listening desa, partani ustida tursa, sirazi olishga 5 sekund bo'lsa ham vaqt yutyapsiz-da.
Bu arzimagan dars holati. Darsga keldingiz, kutubxonaga ruchkangiz yo'q ekan. Nima qilasiz? Pastga tushib, magazinga ruchka olib chiqasiz. Qancha ketadi? Taxminan 10 minut vaqt ketadi-da, shu yerdan chiqsangiz. 10 minut vaqtingizni yutqizyapsiz. Konsentratsiya ham bo'linyapti. Shuning uchun doim inson tartibli bo'lish kerak. Hamma yo'g'ida tartib bo'lish kerak. 5-inchisi charchoq va ochlik. Endi hamma aytadi, birinchi iqtisod, keyin siyosat deydi. Albatta, inson charchagan va och bo'lsa, hech qayerga borgisi, hech qaysi ish qilgisi kelmaydi. Shuning uchun charchoqdan o'zingizni tiying. Kechqurungi 1-2 gacha yuravermang. 10 da dam olish kerak. Ertalab keyin 6 yoki 5 da turish kerak. Charchoqqa hech qachon haliga o'zingizni duchor qilmang. Va ochlik. Ertalab ovqatlanish kerak albatta. Majbur ishtahangiz yo'q, yeya olmaysiz, yeng. Mashinadan o'tmayotganga o'xshaydi. Majburlab hech bo'lmasa ozgina har kuni yeydigan ovqatingizni yarmini yeng. Butunini yeya olmasangiz ham. Och bo'lsangiz hech qachon bir ilm ola olmaysiz. Hop. Pomodoro texnika bu yerga include qilmaganman. Tepadagini o'chirib olish to'g'risi xayoldan ko'tarilib qolibdi. Nimaga? Chunki hozirgi kunda Pomodoro texnika juda ko'p joylarda, YouTube'lardan topsangiz bo'ladi. Agar tushuntirish kerak bo'lsa, buni oxirida boshqatdan tushuntirib qo'yishim mumkin Pomodoro texnika. Endi darsimiz nihoyasida Hazrati Ali roziyallohu anhuni fikrlari bilan tugatmoqchiman. Ya'ni vaqt qilich kabidir. Sen uni kesmasang, seni u kesadi. Ya'ni siz vaqtni to'g'ri boshqarmasangiz, u sizni yo'q qiladi. Arzimagan insonga aylanib qolasiz. Hayotda hech nimaga erishmagan. Shuning uchun doim vaqt qadriga yetinglar. Va maqsadlarni yozish kerak. Maqsadlarni yozmasangiz, o'tgan darsdagi ishlarni qilmasangiz, bunga hech qachon kela olmaysiz, vaqtni to'g'ri boshqara olmaysiz. Oddiy mana tasavvur qiling. Hamma bozorga borgan, bozorga borishdan oldin nima ish qilasizlar? Ro'yxat yozib oladi, to'g'rimi? Kerak bo'lsa ro'yxatni joylashuviga qarab yozib oladi. Sabzavotlarni birinchi, undan keyin mevalar, og'ir yengilligiga qarab ham yozib oladi. 3 ta kategoriyaga bo'lyapti, to'g'rimi? Og'ir, yengil, birinchilar birga, ya'ni guruh qilib. Natija nima bo'ladi? Vaqtingiz tejalayapti, va yengillarini qaydan olasiz, og'irlarini qachon olasiz, qaydan olasiz, bularni bilyapsiz. To'g'rimi? Bozor qilishingiz osonlashyapti. Qarang, umringizning bir parchasi bo'lgan bozor qilish degan narsaga vaqt ajratib yozib olyapsiz, tartib qilib olyapsiz, lekin butun umringiz uchun tartib yo'q. Butun umrimizning tartibi yo'q. Va natijada charchoq bo'lyapti, stress bo'lyapti, ko'p narsaga ulgurmayapmiz. Umrimiz befoyda o'tib ketyapti. Shuning uchun iltimos barchadan bundan oldingi berilgan vazifani bajaring. Undan keyin bugungi o'rganganlarimiz asosida kun tartibi qiling. O'qish uchun o'qiyotganlar, IELTS uchun yoki umuman ingliz tilini o'rganayotganlar uchun men kun tartibini qilib kanalga tashlab qo'yaman. O'zimning kanalimga, chunki narigi Start 21 kanali rasmiyligi uchun unga tashlamaymiz. U yerda 2 xil yoki 3 xil kun tartibi tashlab qo'yaman. Misol tariqasida siz undan foydalanib, o'zingizning tartibingizni qilib oling. Haftalik rejangiz, kunlik rejangizni qilib oling. Oxirida shu, rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.